Mana har tongim vitamin dorilarimni, kollagenlarimni ichish bilan boshlanadi. Mana shularni ichishni boshlaganimdan beri o'zimni tetik his qilyapman. Oldinlari tez charchab qolardim. Hozir o'zimni energechniy his qilaman. Ertalab zavtrak qilmasdan chiqib ketaman degan qizlarni umuman tushunmayman. Qanaqasiga zavtrak qilmasdan yurish mumkin? Shakaroblarni qilib, kofechalarni damlab, er-xotin maza qilib zavtrakchalarni qilib oldik. Zavtraklarni qilib bo'lib, tez boshidan onam jo'natgan narsalarni opamga Samarqandga jo'natib yubordim. Erjonimni ham ishga kuzatib borib, qizim bilan korzinkaga bozorlik qilgani bordik. Chaqmangina kelinka bo'lib, obedga mana shunaqa jo'len somsalarimni pishirib tashladim. Orada uylarimni ham tozalab oldim. Sardor akam ham ishdan keldilar. Onajonim momajonlarga narsalar jo'natganda podarkalarimni chiroyligina taxlab, momajonlar bilan kechki sayrga chiqdik. Samarqandda dadajonlar kelganida restoranda maza qilib oilaviy ovqatlandik. Kostyumasi Yasminaxon ko'chaga chiqsa, jimgina o'tiradi, lekin uyda bor qilig'ini bizga ko'rsatadi. Shu bilan uyga ham qaytib er-xotin kofechalarni damlab, kino time qilib, oilaviy o'tirib, maza qilib kinolarni ko'rib, uxlagani yotdik. Shu bilan bizning bir kunimiz o'tdi.